Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda metodlarda massivlarni qo'llash va parameter kalitsiyasi haqida gaplashamiz. Kelinglar, ko'rsataman. Xo'sh, bizda oldingi darsimizda metodlar haqida gaplashgandik. Kelinglar, men bitta oddiygina metod yozaman. Bu metodimiz bizda yig'indini hisoblaydigan bo'lsin. Demak, static int bilan natija qaytarsin bizga, metodimiz int tipida bo'lsin va sum return qilsin bizga int tipidagi rezultni. Xo'sh, demak, result natijani o'sha int tipidagi qaytarsin. Kiruvchi qiymatlari keling bo'lsin int tipidagi a va int tipidagi qanaqadir b. Bo'ldimi? Biz uni o'zlashtiramiz a plus b ga va natijani result qilib qaytaramiz. Demak, metodimiz tayyor. Oddiygina ikkita a va int tipidagi a va b sonlarini yig'indisini bizga natija sifatida qaytarish kerak. Keling, men bu metoddan bir marta foydalanaman. Demak, birdan o'sha int natija degan o'zgaruvchimizga o'zlashtiraman. Sum 4 va 5 ning yig'indisini qaytarsin. Xo'sh, konsol birdaniga oynaga chiqaraman. Bizda natija teng. Xo'sh, bo'ldi, bir marta ishlatib ko'raman. Natijamiz 9 bo'ldi, ishlayapti. Shu vaqtgacha qilganimiz bu darsga tayyorgarlik edi. Men mavzuni asosiy qismiga o'taman. Demak, bizda oddiygina metod bor. Bu metodlarni o'rgandik. Metodlarda massivlardan qanday foydalanish mumkin? Demak, agar menda tasavvur qiling, o'sha muammoni keltirib chiqib, keyin muammoni yechim qilib ko'rsataman. Keling, bizda sum degan klass metod bor. O'sha metoddan foydalanyapmiz va foydalanuvchi o'sha buyurtmachi yana so'rayaptiki, bu sum degan klassda faqat ikkita emas, xohlayapti qanaqadir 3 ta sonni ham yig'indisini chiqarib bersin. Mana bu holatda bizda o'sha albatta xatolik bo'ladi, chunki ikkita qiymat qabul qiladi, biz 3 ta qiymat yuboryapmiz. Demak, xato bor. Xato bo'layotganligi haqida xabar kelyapti. Xo'sh, demak, quyidagi holatda yechim sifatida biz o'sha metodni kopiya qilib olib, endi keyingisiga int s deb yozib qo'yib va mana bu yerga ham s yozib qo'yishimiz mumkin. Demak, bu bitta yechim. Lekin tasavvur qiling, mijoz o'sha dasturchidan bu erkin bo'lishini, ya'ni xohlaganda foydalanuvchi xohlaganda bitta qiymatni qo'shishi yoki umuman qo'shmasligi yoki 4 ta qiymatni navbati bilan qo'shishni xohlashi mumkin va bu juda uzoq bo'lishi mumkin. Har xil o'lchamsiz bo'lishi mumkin. O'sha holatda nima qilish kerak? O'sha holatda biz joriy o'sha usulni qo'llayolmaymiz. Demak, bir xil nomdagi metodlarni bir nechta qilib yoza olmaymiz. Buning uchun biz albatta massivdan foydalanishimiz kerak. Demak, int tipidagi o'sha massiv. Xo'sh, men parameter kalitsiyasi haqida salgina keyin gaplashamiz. Hozir o'sha massivni o'zini qo'llash haqida gaplashaylik. Demak, faqat massivni o'zi haqida gaplashadigan bo'lsak, keling, men xuddi C++ dagidek yozib qo'ydim. Buni to'g'rilaymiz. Demak, faqat massiv.
parameters deb yozib qo'ya qolay. Demak, parametrlar kirib kelyapti. Bu yerda massiv bor bizda va uni endi resultga o'zlashtirishimiz uchun bizga albatta for kerak bo'ladi. For orqali ning 0 bo'lgan qiymati va parametrsning length resultning qiymatini 0 dan boshlaganimiz menimcha ma'qul. Resultga parametrsning birinchi qiymatlarini yig'ib olamiz va result sifatida qaytaramiz. Kelinglar, men uni bir marta ishlataman. Albatta ishlamaydi, chunki endi qaus ichida ham biz massiv yuborishimiz kerak. Bu xuddi qausida qanday ko'rinayotgan xuddi shuni yozganda natijasini hisoblaydigan qilishimiz uchun bizga albatta o'sha parametr kal so'z kerak bo'ladi. Faqatgina massivni qiymatlarini hisoblaydigan bo'lish uchun biz mana bu yerda ham kiruvchi qiymat sifatida massiv yuborishimiz kerak. Agar biz buning parametr kal so'zi bilan ishlatib ko'rsak, bu massiv o'sha massiv emas, xuddi hozirgidek virgullar orqali yozishimiz mumkin bo'ladi. Keling bir marta ishlatib ko'ramiz. 36, natija 36. Demak, buni hisob-kitob qilib ko'rishimiz mumkin. Albatta, natijamiz to'g'ri chiqyapti menimcha. Yaxshi. Xo'p, demak, parametrning kal so'zining vazifasi mana shu. Metod sum degan metodimizda o'sha massiv ishlatyapmiz, lekin xuddi o'sha ustunlikni berayotgan parametr kal so'zining ba'zi bir kamchiliklari bor. Bu nima? Undan foydalanishning birinchi qoidasi, metodda parametr sifatida kelayotgan parametr u doim eng oxirida kelish kerak. Parametrlar ro'yxatining oxirida kelish kerak. Bu degani nima degani? Ya'ni bu masalan bizda keling string turdagi qanaqadir s kiruvchi qiymatimiz bor. Bu mana shu yozgan yozuvimiz to'g'ri bo'ladi. Agarda biz uni parametrdan keyin yozib qo'yadigan bo'lsak, bu xato bo'ladi. Xo'sh, nima uchun? Nima uchun xatolik beradi? Sababi shundaki, u parametr har bir virguldan keyin qiymatlarini oxirigacha o'ziniki deb o'ylaydi. Demak, mana bu yozuvimizdan tushunib olishimiz mumkin. Demak, biz xohlasak parametrda parametr yozganimizdan keyin bitta qiymat berishimiz mumkin yoki ikkita, uchta, xohlagancha qiymat berishimiz mumkin edi. U oxirigacha o'sha parametrga tegishli deb o'ylaydi va u ajrata olmaydiki, qaysi biri keyingi parametrning qiymati ekanligini ajrata olmaydi. Shuning uchun doim o'sha parametr kal so'zi bilan yozilgan massiv eng oxirgi o'rinda kelish kerak. Parametrlarni kiritish jarayonida eng oxirda o'ringa kelish kerak. Va shundagina u bizda dollar belgisini qo'yib qo'yaman. Mana shunday holatdagina u to'g'ri ishlaydi. O'sha to'g'ri qabul qiladi. Yana bitta qoidasi bu parametr kal so'zini faqat bitta metodning parametrlar ro'yxatida bir martagina foydalanish mumkin. Buni nima uchunligini menimcha juda yaxshi tushunasiz, chunki bu eng oxiri kelish kerak. Agar men undan keyin yana bitta o'sha parametr kal so'zini ishlatgan holda bironta massiv e'lon qilsam, ular chegarasini bila olmaydi. Demak, mana xatolik berib qoldi. Demak, bu parametr degan massivning chegarasi qayerda? Qayerdaligini aniqlolmaydi. Demak, ikkalasining chegarasi qayerda ekanligini aniqlolmaydi. Shuning uchun bu faqat bir martagina foydalanish mumkin. Demak, ikkita asosiy qoidasini unutmagan holda parametr kal so'zidan bemalol o'sha metodlarni massivlardan foydalanish jarayonida foydalanish mumkin.
hozircha shu.